Hurmatli kanalim obunachilari, bugun sizlar bilan uy sharoitida yuz terisini to'g'ri, to'liq tozalash haqida gaplashmoqchi edim. Afsuski, shorts ola olmadim. Buni video qismiga to'liq, batafsil video qilib joylab qo'ydim. Shunchaki aytib o'tib ketaman, yuz terisini tozalash uchun uy sharoitida haftada 2-3 marta qo'llaniladigan skrablar kerak bo'ladi. Penkalar yoki umyvalka yoki maxsus ko'piklar yuz tozalovchi, menda penka umyvalka qolmaganligi uchun antibakterial, suyuq sovun va sponjdan foydalanaman. Yuz terisini artish uchun antibiotikli Greenleafni bambuk po'stlog'idan tayyorlangan qog'oz sochiqlar, ya'ni salfetkalardan foydalanishni maslahat beraman, bir martalik foydalanish uchun. Toniklar, meniki bodringli tonik, bu pigmentatsiyani ham oldini olib, oqartiradi ham yuzni. Va mana bunaqangi Greenleaf Celux brendi ostida ishlab chiqariladigan vatniy diska Greenleafniki. Mana shunaqangi ko'rinishda, bu haqida ham alohida videom bor. Barchasi haqida alohida videolarim bor. Juda bo'lmasa, mana bu skrab, penka va hokazolar uyingizda topilmasa agar, oddiygina aptekadan salitsilviy kislota olib yuzni tozalashda foydalanishingiz ham mumkin. Har birini qachon qanday qo'llash bo'yicha to'liq video olib, video qismiga joylashtirib qo'ydim, batafsil tomosha qilishingiz mumkin.